Trump Xitoyning ko'plagan texnik shirkatlarini qora tizimlikka kirgizdi. Albatta bu jazolimi davomli holatda eshitmayotdi Xitoyga bo'lgan har turli jazolar. Trump hukumati Xitoyga qatlan savdo qora tizimligini kengaytirib, Xitoyning sun'iy aql ilg'or hisoblash harbiy texnika qatorliq sohalardagi taraqqiyotini cheklash uchun ko'p qismi Xitoyning bo'lgan 80 shirkat va organni embargo tizimligiga kirgizdi. 54 Xitoy şirketi bunun içinde. New York vaqti gazetinin 26 martdagi xabarda berildi bu xabar. Trump hukumatining bu tadbiri asosliqi Xitoy shirkatlariga qaratilgan bo'lib, Nvidia, Intel va AMD shirkatlaridan Amerikaning o'zlaklarini setib olgan cho'ng shirkatlarga zarb berishni maqsad qilgan. Tizimdagi yangi qo'shilgan shirkatlardan Ningchang uchur sanoati shirkati New York vaqti gazetining 2024-yilda ijro qilgan tekshirishning diqqat nuqtasi bo'lgan shirkatgan bu tizimdagi shirkatning biri. Ningchang şirketi Xitoydagi sun'iy aql uchun ishlatiladigan kompyuter mulozimatlar ishlab chiqaruvchilarining eng cho'nglaridan biri bo'lib, bu shirkat Shuguang shirkatining bir to'p sobiq yuqori darajalik boshqaruvchilar tomonidan qurilgan shirkat ekan. Shuguang shirkati bo'lsa Xitoy armiyasini ilg'or hisoblash texnikasi bilan ta'minlab kelgan hamda Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni nazorat qilish uchun ishlatilgan sistemasini qurib chiqqan bir nomussiz shirkat hamda. Demak, bularmi jazoga kirgizildi qora tizimdagi. 2019-yilda Amerika davlat bexatarlik andisisi sababli Shuguang shirkatini eksport cheklash tizimligiga kirgizgan. Erishilgan xotirlarga qaraganda Shuguang va Ningchang shirkatlari Xitoy Fanlar akademiyasiga chetishlik ekan. Xitoy Fanlar akademiyasi o'zak texnikasini taraqqiy qildirish tadqiqoti bilan shug'ullanadigan cho'ng tadqiqot organi bo'lib, Amerika hukumati davlat bexatarligi sababidan uning ba'zi xizmatchilariga jazo yurgizgan. Ningchang shirkati ilgari davlat mudofaa tajribaxonasi bor universitetlarga armiya bilan hamkorlashgan to'g'ri bexatarlik shirkatlariga mulozimatlar setib bergan bir shirkatga. Mutaxassislar bo'lsa bu qatimqi jazo masalasida ifoda bildirib, odatda jazo tizimidagi shirkatlarning rasmiy ismi va adresiga asosan ijro qilingancha shirkatlar turli usullar bilan jazo tadbiridan osonlikla qochib qutula oladiganligini tilga olgan. Chunki bu yuqori tilga olingan shirkatlar Amerikaning ta 2019-yilda masalan jazo tizimiga kirgizilgan shirkatning qatorida Shuguang shirkati 2019-yil jazo tizimiga kirgizilgan bo'lsa-mu, nima chiqqan desa, har xil yo'llar bilan Amerikaning ashu mushim o'zlaklariga erishishni davom qilganligi nurg'un boshqa xabarlarda chiqdi. Demak, bu har xil yo'llardan foydalanib yoki boshqa chet el shirkatlari orqali buningga erishishni davom qilganligi uchun bu qatimmi bu tizimdagi texnik kengaytgan shaklda jazo yurgizilgan.